Qizlarjonlar, assalomu alaykum hammaga. Bugun ertalabdan mana uyda albatta bu birinchi navbatda yuz parvarishi eng muhim. Ayniqsa yurishinglar bo'lsa, qatgadir muhimroq joyga bormoqchi bo'lsanglar, uchrashuvinglar bo'lsa yoki kimnidir nima deydi, yaxshi vpechatleniyada qolmoqchi bo'lsanglar, kimnidir oldida, ya'ni yuzinglarga qarab "Vau" deyishini xohlasanglar, albatta maskalarni ertalabdan qilib olinglar. O'sha ketishdan oldin. Ikkita maska yetarli. Ikkita maskani ketma-ket. Birinchisi har doim очищающий maska bo'lishi kerak, tozalovchi. Poralarni tozalab, yuz to'qimalarini tozalab, eksfoliatsiya qilib yuboradigan maska bo'lsa, ikkinchisi уже oziqlantiruvchi, namlantiruvchi va teriga yorug'lik, ya'ni blesk beruvchi maska bo'lishi kerak. Ikkita ketma-ket qilingan maska обязательно sizlarni makiyajinglarni ham idealniy qiladi va yuzinglar porlab turadi. Maska qabul deylik, ikkita maskani. Maskadan keyin обязательно yuzni zo'r tonerda artib boramiz. Tonik, toner farqi yo'q. O'shaning uchun adashmanglar bu narsaga, farqi yo'q. Vatni diskda tonerda artamiz yuzni. Yaxshi zo'r ikki xil sivorotkani qo'shamiz. Bittasi gialuronka, bittasi уже suv, bittasi suv, ya'ni gialuronka, ikkinchisi ko'proq yaltiratishga, tortishga yuzni blesk, сияние berishga bo'lishi kerak. Ya'ni ko'proq peptidni bo'lsa, u ko'proq yaltiratadi. Demak, ikkita обязательно yana ham yorqinlik xohlasanglar, yaltirab turishini, yaxshi peptidni dnevnoy krem surib olamiz va ustidan SPF suramiz. Bo'ldi. Agar shunaqa endi мероприятие bo'lsa, конечно, ustidan SPF ustidan CC surib olinglar. Вообще yuzinglar zo'r yaltiraydi, ishoninglar, shikarni bo'ladi просто. Даже makiyaj ham kerak emas. Ortiqcha ko'zinglarni ham bo'yash, qoshni bo'yash, qoshni tarab qo'yasizlar, ozgina kiprikni tarab qo'yasizlar, bo'ldi, labga lёгкий blesk. Lёгкий har xil pomadalar, qalamlar ham shart emas. Lёгкий bitta blesk surib olsanglar, bo'ldi, shuni o'zida idealniy turadi yuzinglar. Mana sizlarga lifehack ertalabdan insonlarni ongida qolib ketish uchun yuzga qanaqa parvarish qilib ko'chaga chiqish kerak. Ana shunaqa. Bizda ham bugun yurishlar ko'p.